Surxondaryo viloyatida hududning iqtisodiy salohiyatini dunyoga kengroq tanitish, yangi sheriklar topish va o'zaro manfaatli aloqalarni mustahkamlash maqsadida 14-16 avgust kunlari Surxondaryo-Xitoy investitsiya forumi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda mazkur tadbirga puxta hozirlik ko'rilib, xorijiy sarmoyadorlar uchun istiqbolli loyihalar ro'yxati shakllantirildi. Surxondaryo viloyatida ilk marta o'tkazilayotgan mazkur yirik tadbirga Xitoy davlatidan 300 ga yaqin yirik kompaniyalar vakillari, investorlar jalb etilgan. Xorijiy sarmoyalarning katta qismi hali hudud sanoatida bo'y ko'rsatmagan avtomobilsozlik, elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish, robototexnika yo'nalishlari, qolaversa tog' sanoatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu minglab yangi ish o'rinlari degani va mavjud resurslardan to'liq foydalanish imkoniyat ham demakdir. Termiz xalqaro savdo markazi erkin savdo zonasida ilk marta bo'lib o'tadigan investitsiya forumida 1000 dan ortiq xorijiy va mahalliy tadbirkor qatnashishi ko'zda tutilgan. Forumning asosiy maqsadlaridan biri bugungi kunda mana shu viloyatga xorijiy investitsiyalarni jalb etish. Birgina mana shu 2026-yilda Surxondaryo viloyatida xorijiy investitsiyani o'zlashtirish 3 milliard dollarni nazarda tutgan 300 ga yaqin tadbirkorlar kelishi kutilyapti. Hozirning o'zida 1,5 milliard dollarlik 10 ta loyihada ikki tomonlama kelishuvlarga erishish jarayoni yakunlanish bosqichida turibdi. Ushbu forumning yakuni bilan umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha yirik investitsion va turizm loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishish tayyorgarliklari ko'rilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, forum doirasida Xitoy kompaniyalari bilan umumiy qiymati 1,2 milliard dollar bo'lgan 10 ta investitsiya va turizm loyihasi bo'yicha kelishuvlarga erishish rejalashtirilgan. Sarosiyo tumanida ko'mirni kimyoviy qayta ishlash, Termiz tumanida akvapark turizm loyihasi, neft va gaz manbalarini qidirish hamda qazib chiqarish, qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish, Termiz shahrida esa avtomobilsozlik, robototexnika va avtomatlashtirish, innovatsion texnologiyalar hamda mexanik ishlov berish yo'nalishlari shular jumlasidan. Forum doirasida B2B, B2G, G2G shaklidagi uchrashuvlar ham tashkil etiladi. Tashrif buyuruvchilarga vohaning tog' sanoatidagi salohiyati, Media Uzbekistan ko'rgazmasi bilan tanishish imkoniyati yaratiladi. Forum natijalari faqatgina shartnomalarda emas, balki xalqimiz hayotida yangi zamonaviy ish o'rinlari va yurtimiz taraqqiyotida o'z aksini topishi shubhasiz.